Şanlıq iz, tökpikar ruh. Bu yil Uyg'ur xalqining munavvar farzandi, dramaturg, rassom, o't yurak shoir, tashkilotchi, vatan so'ygan azimat issiqini o'z ona tuprog'i to'kilgan shehid o'g'lon Lutfulla Mutallib qaynam o'rkishining tug'ilganligining 100 yilligi. Shahodat sharbati ishkanligining 78 yil bo'lgan bu xotir kunda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar ro'yiga shodlik tilakda bo'ldi va hayotini eslab o'tdi. Cümleden 29 oktyabr Qazg'iston Cumhuriyeti, Olmuta viloyati, Uyg'ur noyisi, Cho'ng Aqsu mahallasida Lutfulla Mutallib tug'ilganligining 100 yillik xotirasini nihoyatda dog'dug'liq o'tkazgan bo'lib, murosimga 5000 dan ortiq odam qatnashgan va 5 davlatdan mehmonlar kelgan. Olimlar, yozuvchilar va san'atkorlar murosimda marhum Lutfulla Mutallibga atab nomerlar sungan. Oxirida maktab zalida tamoqlar tortilib, Qur'on o'qilib, ro'yiga duo tilovat qilingan. Shuning bilan bir vaqtda Qozog'istonning har qaysi joylaridagi Uyg'ur maktablarida maxsus Lutfulla Mutallibning tug'ilganligining 100 yillik munosabati bilan she'r o'qish va deklamatsiya qilish faoliyatlari o'tkazilgan. Faoliyatga 500 dan ortiq o'quvchilar qatnashgan bo'lib, 5-noyabrgacha davomlashadi ekan. Lutfulla Mutallib qaynam o'rkishi 1922 yılı 11 ayının 22 günü hazırki Qazg'istonning Olmuta oblastiga qarashliq Chunchi yezisining Saybo'yi mahallesida dunyoga kelgan. Ba'zi manbalarda Sharq Turkistonning, ya'ni Uyg'uristonning Nilqi noyisida tug'ilgan deb yozildi. 1931 yılı oistikilar bilan billa G'uljiga ko'chib kelgan. Lutfullaning dadisi Hizim qo'shimcha mahalla masjidining imomligi va diniy o'qitish ishlari bilan shug'ullanganligi uchun kishilar tarafidan Hizim mulla deb atalgan. Lutfullaning kichik vaqtidagi aklatma ismi Lutun bo'lib, u o'zining dastlabki she'rlarida bu ismni taxallus o'rnida ishlatgan. Lutfulla dadisining tarbiyasida 5 yoshida savodini chiqargan. Boshlang'ich maktabni avval Chunchida, keyin G'uljidagi Tatar maktabi, hozirgi G'ulji shaharlik 6-boshlang'ich maktabda, o'rta maktabni Rus gimnaziyasida, keyingi Ahmadjon Qosimi nomidagi bilim yurti va hozirgi G'ulji shaharlik 8-o'rta maktabda o'qigan. 1939 yili imtihon bilan Urumchidagi Xinjiang Darul Muallimin, hozirgi Xinjiang Ma'rif institutiga kirib Uyg'urcha o'qigan. Lutfulla Mutallib 1941 yili Urumchidagi o'qishni tamomlagandan keyin Sovet İttifaqı ilim-fan xodimlarining atalmish Janubiy Xinjiangni jo'grafiyalik va ekologiyalik tekshirish o'mikiga rus tili tarjimonligi tayinlangan. 1942 yili 2-oyda Xinjiang gazetiga xizmatga kirib, muharrir bo'lgan. Keyin Xitoy hokimiyati tomonidan ko'zga qadalgan maktab 1943 yili 11-oyda Aqsuga yetkazib etilgan va Aqsu gazetida bosh muharrir bo'lib ishlagan. Aqsuda Bilal Azizi, Munirdan G'o'ja qatorliq ilg'or yoshlar bilan tanishib, u yerda oqartish ishlari bilan shug'ullangan. 1944 yili G'uljida Milliy ozodlik inqilobi portlagandan keyin Lutfulla Mutallib inqilob sadolariga izchil diqqat qilib turgan. 1945 yili 4-oyda Ushqunlar ittifoqi nomidagi mustamlikka qarshi maxfiy tashkilot qurgan. Ablimit Abdulla yozgan marhum polkovnik So'poyev Suriyevni eslayman mavzuliq eslimasida mundaq bir bayon bor. Sobiq Sharq Xinjiang harbiy rayonining muavin qo'mondoni Muzaffar Abdullayev Lutfulla Mutallibning nevra ochisi Gulsum Mutallib 1999 yillarning kuyo'g'li Lutfulla Mutallibning hayot faoliyatlari haqida to'xtalib mundaq degan. 1945 yili viloyat inqilobiy vaqtli hukumati rahbarligi Aqsudagi Lutfulla Mutallib hayotining xavf ichida qolganligidan xabar tepib, Abdug'ofur Nasirov qatorliq kishilarni Lutfulla Mutallibni G'uljiga elib chiqish uchun alayda Aqsuga evatgan. Abdug'ofur Nasirovlar Aqsuga berib Lutfulla Mutallib bilan ko'rishdi. Maqsadni uqtirgandan keyin Lutfulla Mutallib Abdug'ofur Nasirovlarning fikriga qo'shilib G'uljiga ketmoqchi bo'ldi. Biroq yo'lga chiqadigan chaqda otning zangasiga putini ep bo'lgan Mutallib to'satdan o'zining ichini tinglab turib qoladi. Abdug'ofur Nasirov "Nem bo'ldingiz? Tez bo'ling" deganda u
Şu turqida men Aqsudan ketsem, birinchidan men Gomindangdan qo'rqqan bo'lmamdiman. Ikkinchidan sabdoshlarimni tashlab ketsam qandoq bo'ladi? Yo'q, men ketmayman. Sabdoshlarimga nima bo'lsa, menga shu deb g'uljiga ketishdan yaltib qoladi. Abdug'ofur Nasirovlar nasihat qilib, mutallab, yaxshisi biz bilan birga g'uljiga keting. Bo'lmasa hayotingizga xavf yetadi. Bu rahbarlik bizga alayda topshirgan vazifa. Vaqtli hukumat bilan bosh qo'mondonlik shtabi Patarida Janubiy Shinjongni ozod qilish uchun qo'shin evatadi. Siz shu chaqda milliy armiya qismlari bilan yana Aqsuga kelsangiz bo'ladi emasmi? Deganda mutallab, yo'q, ketmayman. Sabdoshlarim bilan hayot mamotda birga bo'laman. Men Aqsuda milliy armiyaning zafar quchib kelishini kutaman deb Aqsuda qilib qoladi. Abdug'ofur Nasirovlar amalsiz o'zlari g'uljiga qaytib ketadi. 1945-yili milliy armiya Sayramdan o'tib, Bayga tushib Aqsuga yurish qilganda, Gomindang hokimiyatidagi Xitoy saqchi amaldorlari Lutfulla Mutallib, Belal Azizi, Monirdin G'o'ja qatorliq o'g'lonlarni qo'lga olib, turmaga qamagan. 1945-yili milliy armiya Unsoga tushganda, Xitoy hukumatı texmi g'aljirlashgan va 9-oyning 18-kuni Lutfulla qatorliqlarni turmada vahshiylarcha shehid qilgan. Keyin kishilar Lutfulla qatorliqlarning meyitini Avraz Kariziga tashlab etilgan yerdan tepib chiqqan va yuyib tarab Aqsu shahri Aq masjidning orqasidagi hozirgi Shangang bozorining o'ttiridagi ommaviy qabristonlikqa dafn qilgan. Lutfulla Mutallib Uyg'ur yangi adabiyot uchun o'chmas to'hfalarni qo'shgan va hozirgi zamon adabiyotiga zo'r ta'sirlarni ko'rsatgan shoir. Adib popli qolmasdan, balki millatning ozodligi va taraqqiyot uchun kurash qilish yo'lida shehid bo'lgan kurashchan azimat. Biz marhumning qisqig'ini, ammo ulug' hayotida qoldirgan o'chmas ish izlarini cheksiz seg'inish va cho'nqur hurmat ichida eslab yod etib turamiz. Uning hayoti jangovar hayot. Ölməz əsərləri, öşməz izi və tizbikməz royu bilən əvladlarının ögünüş ülgisi. Mərhumның qəbrisi nurğut olsun, Firdevs cənnətində bolsun ilahim. Amin. Lutfulla Mutallib Uyghur yaqinqi zaman şe'riyatida hammadan tanilgan shoirlarning biri. Lutfulla 14 yaşından başlapla nadir she'rlarni yezishga kirishgan bo'lib, o'zining qisqig'ini 23 yillik hayotida yillarga javob, xiyolchan tilak, bu mening yosh g'uncha gulim ichilatdi. Qatorliq o'chmas she'rlarni podshoh samuraylari halsiraydi. Ajal G'uduqishida namliq mashhur Piliyatullahni va yaqinqi Uyg'ur tarixidagi tunji Uyg'urcha roman Davalla Ashqanda bu asar yo'qolib ketganini yozgan. Shoir asarlarining tili go'zal, tushunishlik, obrazlik bo'lgandan sirt vatanparvarlik, xalqparvarlik mazmundorligi bilan bir asrga yaqin vaqtdan beri Uyg'ur xalqining qizg'in so'yib o'qishiga va o'lga elishiga muyassar bo'lmoqda. Yillarga javob. Lutfulla Mutallib. Vaqt aldirang'o saqlab turmaydi. Yillar vaqtning eng cho'ng yo'rg'isi, oqqan sula, atqan tanglar qaytalanmaydi. Yo'rg'i yillar umrning yomon o'g'risi. O'g'irlapli qochidi orqaga boqmay, bir-birini qo'g'lishib, yo'rg'ilishib, yoshlik beg'ida bulbullar qanot qaqmay, yo'pirmoqlar quyuludi porlashib. Yoshlik odamning zilva bir chig'i, to'limi qisqa uning umri biroq, yirtilsa kalendarning bir variqi, yoshlik gulidan to'kiludi bir tal yo'pirmoq. Yillar shamili yalpinidi, izla ko'milidi. Yo'pirmoqsiz daraxt bechora bo'ludi qoqshal. Yillar sehi quruq kelmaydi, ekilib beridi. Ayollarga quruq, erlarga soqol. Biroq yillarni tillash to'g'ri kelmaydi. Mayli o'tiversin o'zining yo'li. Odamlarmi vaqtni qo'ldan bermaydi. Cho'llarni bo'ston qilgan odamlar qo'li. Yillarning qo'yni keng fursati nurg'un. Tog'dek ishlar yillar bilan o'ri turdi. Qarab boq oqshomqi bu vaqt kichkina tursin. Tunugun o'mlab, ha bugun mengib yuridi. Kurashchan balalar qo'g'lishib yillar. Kurash navrlarini cho'qim topidi. Akşam bəxt üçün qurban boğanlar, qabrsini yadılab güllər yapıdı. Meyli saqal soğu qılsı qılsın yıllar, mənmi tavlını mən yıllar qoynida. İcadim şerimnin iztamğısı bar, aldımdın qıçıp ötken hər bir boynida. Qeyrimas mən küreşnin keskin çeğida, şerim yıldız bolup yanar aldımda.
Ölüm past qilish kurashning davolliq teg'ida, chidam g'ayratning yangini har yan yodimda. Esilar men miltiq etib tavlangan qo'lga, yepishar men bayroq bilan olg'a otlangan yo'lga. Kurash bayavonida harmasman asla, kurash bilan kelib chiqimiz keng g'olib yo'lga. Yillar maydonni tutib qoqoqlab kulma, oldingda qizirishdan ortiq ko'rman o'limni, qeyritiman deb ortiq ko'ngil bo'lma, oxirgi jangga atab qo'yarman o'g'limni. Yillar dengizi to'lqinliq bo'lsangmi, ufqlaringni yoridi bizning qarab, yilning o'tishi bilan qo'rqitib boqsangmi, ijod yillarni qeyritudi deb berimiz javob.